Es el mensaje que tiene hoy. Ular biz tarix yaratdik, bizning yo'qotadigan narsamiz yo'q deya hozircha bizni faqatgina chalg'itishmoqchi xolos. Agar O'zbekistonni jiddiy qabul qilmasak, bu biz uchun yaxshigina salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi turgan gap. Biz bunga aldanmasligimiz kerak. Ularga razn solar ekanman, men evolyutsion bosqichni o'tagan uyushqoq jamoaviy termani ko'ryapman. Ular hujumda o'ta progressiv harakat qilishmoqda. Bu italiyalik mutaxassislarning sa'y-harakatlari albatta. Qaytaraman, bu jamoaviy terma jamoa va ular kollektiv taraflama ancha kuchli hisoblanishadi. Ular intensiv harakat qilishadi, lekin kalit bunda emas. Gap ularning avtobus qo'yib, shunchaki qulay fursatni poylab turishlarida emas. Aytaylik, ularda Husanov bor. Ha, o'sha mashhur Husanov. U so'zsiz himoya qo'rg'oni. U to'pni osongina olib qo'ya oladi va aniq paslari bilan yarim himoya va hattoki hujumchini ham oldinga ildamlay oladi. Ha, men uni o'yinlarini APLda kuzatmoqdaman. U ajoyib mavsumni o'tkazdi. O'zbekiston asosan 3 himoyachidan iborat tarkib bilan so'nggi vaqtlarda harakat qilmoqda. Husanov mas'uliyatni qo'rqmasdan bo'yniga olmoqda. U atiga 22 yosh bo'lsa ham, u bemalol himoya chizig'idagi barcha xatolarni to'g'rilab, hattoki boshqa sheriklarini ham sug'urtalab qo'ymoqda. Shomurodovga hurmatni saqlagan holda aytishim mumkinki, agar biz Husanov muammosini yecha olsak, qolgani aytarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Ha, haqiqatan ham Husanov juda ham tezkor va agressiv futbol namoyish etadi. Biz buni guvohi bo'ldik. Terma jamoa o'yinchilarining aksariyati quyi ligalarda harakat qilishadi va jahon chempionati ular uchun jahon bozoriga chiqish uchun eng katta va eng zo'r imkoniyatdir. Bular albatta bundan maksimal darajada unumli foydalanishga harakat qilishadi. Bunga shubha yo'q. To'g'ri ta'kidladingiz. Jamoa asosan qanotlardan hujum qilishadi va markaz orqali yorib kirishga ham harakat qilishar ekan. Ular bo'ydor hujumchisidan foydalangan holda albatta asosan bosh bilan gol urishga katta urg'u berishar ekan va standart vaziyatlar ham ularning eng xavfli qurollaridan biridir. Xavier, juda to'g'ri aytdingiz, ular qisqa kasanalar orqali hujumni juda ham tez tashkillashtirishmoqda. Ko'rib turganingizdek, ular har jabhada xavfli. Shomurodovning statistikasini ko'rdim. U Turkiya Superligasida, Yevropaning top ligalaridan birida to'p urar bo'lmoqda. Bu hech narsani anglatmayaptimi? Bu albatta xavfli signaldir. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sayohatga kelayotgani yo'q. Ular har qanday jamoani ojiz nuqtasini his qilishga majbur etishmoqda va biz bunga tayyor turishimiz kerak. O'zbekiston shunchaki sirli tulpor emas, bu aniq tashkillashtirilgan jamoaviy, intensiv va evolyutsion ruhdagi jamoa. Como usted es un hombre juicioso y sé que ya ha analizado a Uzbekistán. Hamkasblar, keling O'zbekiston terma jamoasi haqida gaplashsak, biz ular haqida nima deya olamiz? Xo'sh, avvalo ular debyutant hisoblanishadi va terma jamoamiz ular bilan hech qachon hali to'qnash kelmagan. Ammo bir narsani ta'kidlash kerakki, ular yo'llanmani to'g'ridan to'g'ri qo'lga kiritishdi. Hozircha bu ko'p narsani anglatadi. To'g'ri, ularning shonli o'tmishi yo'q, futbolda ularning urf-odatlari yo'q. Lekin bugungi kunda Osiyoning istalgan jamoasidan xavf kutish mumkin, shu jumladan O'zbekiston terma jamoasidan ham. Zotan statistikaga qaraydigan bo'lsak, ular so'nggi ikkita xalqaro mini turnirning g'olibi hisoblanishadi. Jamoaning aksariyat futbolchilari mahalliy chempionatda to'p tepishar ekan. Shuningdek, Erondan legionerlar bor va ikkita top o'yinchisi bor ekan. Biri Romada, ikkinchisi esa Manchester Cityning himoyachisi. Biz ularni juda yaxshi taniymiz. Husanov Cityda o'ynagani bilan u jamoaning asosiy o'yinchisi emas. Bugungi kunda uni 35 million yevroga baholashmoqda. Lekin u muntazam ravishda Cityning asosiy tarkibida o'ynamaydi-ku. Va u terma jamoaning yagona elit futbolchisi hisoblanadi. Hayratlanarlisi jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro kulib jilmayib bizning yo'qotadigan hech narsamiz yo'q demoqda. Bu g'alati emasmi? Go'yoki jamoa o'z oldiga maqsad qo'ymayotgandek. Cannavaro adashmasam Xitoy terma jamoasida ham ishlagan va u yerda aytarli muvaffaqiyat qozonmagan. Umuman olganda Cannavaroni futbolchi sifatida bilamiz, lekin murabbiy sifatida u qanday? Hozircha uning natijalari unchalik ham muvaffaqiyatli emas. O'zi umuman u yaqindagina faoliyatini boshladi, murabbiylik faoliyatini nazarda tutyapman. Cannavaroning tayinlanishini juda ham to'g'ri qaror deb hisoblayman. Ular juda ham to'g'ri qaror qabul qilishdi. Bu jamoa hisoblashadigan jamoa. Umuman olganda, to'g'ri biz g'alaba qozonishimizga shubha qilmayman, lekin ularni shunchaki osongina yutib qo'yamiz degan fikrdan mutlaqo yiroqman. O'zbekiston bu umuman olganda yuqorida ta'kidlanganidek Osiyoning istalgan jamoasi bugun Yevropaning istalgan grandiga qarshi munosib qarshilik ko'rsatishi mumkin va bu fakt.
Siz hozir hazildan tashqari O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga muammo tug'diradi demoqchimisiz shunda? Yo'q, do'stim, men shunchaki istalgan jamoani jiddiy qabul qilish kerak. Bu jahon chempionati demoqchiman xolos. Face à la Colombie et à Atlanta contre l'Ouzbékistan. Xo'sh, keling endi O'zbekiston terma jamoasi haqida gapirsak. Maylimi men gapirsam? Nazarimda ushbu jamoani osonlik bilan mag'lubiyatga uchratamiz degan fikrdaman. To'g'ri, terma jamoamiz bosh murabbiyi ularni ancha tartibli, intizomli jamoa va qattiq jamoa deb atadi, lekin men bu fikrga biroz qo'shilmagandayman. Chunki mana qarang, ular hattoki Osiyoda yetakchi ham emas. Demoqchimanki, ular Yaponiya yoki Avstraliya darajasidagi terma jamoa emas albatta. Shunday ekan, bu omillar bizga xizmat qilishi mumkin. Bizning yigitlar jismonan baquvvat va ularga katta qiyinchilik tug'dirishiga hech qanday shubham yo'q. Va o'ylaymanki, ushbu o'yinda biz 3-0 hisobda g'alaba qozonamiz. Yo'q, men unday demagan bo'lardim, chunki O'zbekiston terma jamoasini yaqindagina qandaydir bir turnirda O'zbekiston terma jamoasini FIFA doirasidagi turnirda Afrikaning yetakchi jamoalaridan biri bo'lgan Misr terma jamoasiga qarshi o'yinini highlightlarini kuzatdim. Bilasizmi, ularda bir futbolchi bor ekan, raqami va ismi albatta esimda yo'q. U Afrikaning yetakchi terma jamoasini himoyasini shunchaki ko'rmadim deb o'tib ketdi va birinchi golni shu qadar mohirlik bilan kiritdiki, shunday ekan men ularga bunday past baho bermagan bo'lardim. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. Ularning tarkibida top klubda o'ynaydigan himoyachi bor va bir nechta top ligalarda top suradigan futbolchilari ham bor ekan.